Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Hozir sizlarga O'zbekistondagi eng arzon bo'lib turgan elektrovelosipedni to'liq obzorini qilib beraman. Undan oldin bu videoga bitta like bosib, profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ma'lumot yordam kerak bo'lsa, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu skuterimizda 36 volt 8 amperli akkumulyator o'rnatilgan. Bu degani bitta to'liq zaryadda 25 km masofani bosib o'tsa bo'ladi. Buni shu joyga joylashtiriladi akkumulyatorni. Hozir akkumulyatorimiz yoniq turibdi. Bu joyda rejimlari bor. Sekin, o'rtacha, tez. Eng tez rejimida harakatlanadigan bo'lsa, velosipedimiz 25-30 km/soatgacha tezlana oladi. Velosipedimizda motor quvvati 250 Watt bo'ladi. Undan tashqari motor, gibrid motordan tashqari orqada 7 ta skorost bor. Bu ham Shimano brendining zapchaslari bilan jihozlangan, shu zapchaslar qo'yilgan. O'ng qo'limizda skorosti regulirovka qilsak bo'ladi, mexanический skorosti. Chap qo'limizda bo'ladigan bo'lsa, elektromotorda regulirovka qilamiz. Eng qiziq joyi, velosiped narxiga kelsa $220. Bemalol tepadagi nomerlarga, ya'ni o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Do'konimiz Andijonda. Kelib, variant asosida xarid qilib ketsanglar ham bo'ladi.